354-bob. Ayol kishiga oilasidan biror kishi vafot etsa, 3 kundan ko'p aza, motam, xafalik libosini kiyib ziynatni tark qilishi haromdir. Lekin eri vafot etsa, 4 oyu 10 kun idda o'tirishi lozimligi haqida. 1774-hadis. Zaynab binti Abu Salama radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Ummu Habibaning huzuriga kirdim. Otasi Abu Sufyon vafot etgan kezlari edi. Uy ichida xaluq sufra yoki boshqa narsa bor, xushbo'y keltirishni so'radi. Keyin undan bir qizchaga surtdi-da, o'zining 2 yuziga ham tekkizdi. So'ngra shunday dedi: Allohga qasamki, hozir mening xushbo'ylikka hojatim yo'q. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning minbar ustida turib, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan ayolga biron mayyit uchun 3 kechadan ortiq azza tutish halol emas. Faqat erigagina 4 oyu 10 kun tutadi deyotganlarini eshitganman. Muttafaqun alayh. Foyda: demak, o'z eridan boshqa kishi vafot etsa, ayollarga faqat 3 kun aza motam qilishga ruxsat berilmoqda. Lekin undan ko'pi man etilgan. Ammo o'z eri vafot etgan xotinlar 4 oyu 10 kun idda o'tirishadi. Idda eri o'lgan ayolning boshqa erga tegishi mumkin bo'lmagan muddat. Iddaning hikmatlaridan biri homila bor yo'qligini bilib, naslning o'z egasini aniqlashdir. Hamda islom shariati erning ayol ustidagi haqqi hattoki vafotidan keyin ham borligini e'tirof etishdir. Islom nasl musaffoligini mana shunday ta'minlaydi. Xaluq sufra, sariq rangli xushbo'ylik turi.